Bu ham Alloh taolo aytadi, bu ham Allohning oyat mo'jizalaridan biridir. Kimni Alloh hidoyat qilsa, bas o'shagina hidoyat topguvchidir. Kimni yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi biron do'st topa olmassan. Hidoyat Allohdan bo'ladi. Agar Alloh hidoyat qilgan bo'lsa, hech kim bir kishini adashtira olmaydi. Agar Alloh taolo bir bandani adashtirgan bo'lsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Siz bilan biz Alloh taolo hidoyat qilibdi, haqda turibmiz. Ibodatdamiz, 5 vaqt namozda, harom xarishdan uzoqmiz. Hayotimizdagi asosiy maqsadimiz Allohning roziligi degan g'am. Mana shu g'amni bergan, mana shu hidoyatga boshlagan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin.